Bunga qanday hadding sig'di, O'rxon? Sen bilan bu vatan uchun kurashmaganmidik? Shu vatanning farovonligi uchun ko'ksimizni qalqon qilmaganmidik? Nega bu ahvolga tushding? Seni mafkurangni kim o'zgartirdi? Men bilmagandim. Tirikligingizni bilmagandim. Qani gapir. Endi bilasan. Bu vatan uchun o'ylamay jonimni fido qilishimni hammadan yaxshiroq bilasiz. Prokuror menga shunday buyruq berdi. Men ham bajarish uchun keldim. O'rxon, uni so'ramayapman. Hammasini ochiqchasiga boshidan aytib ber. Biz sizni Akif o'ldirdi deb o'ylagandik. Oqsochli bilan aloqamiz uzildi. Uloq degan odam davlat xodimlarining bariga yangi tizim o'rnatilganligini xabar qildi. Xabar esa Oqsochlining o'rniga Muhtaram bey kelganini aytdi. Iltimos meni kechiring. Mendan rozi bo'ling.